Srochniy videoni o'tkazib yubormasdan to oxirigacha ko'ring. 6200 rubldan smenalik ish bor. Yotoq joy registratsiya obetini beradi. Официальный ish трудовой договор ходатайства bir oyda 2 marta oylik har hafta avansi bor. Shu videoni to oxirigacha ko'ringlar akalar, opalar. Videoga bir donadan like bosinglar va do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Обязательно kommentariyaga o'tib kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'ying. Kimgaki ish kerak bo'lsa, kommentariyaga o'tib ish so'zini yozib qo'ying. Xudo xolasa har bittalaringizga javob qaytarib, ishga joylab qo'yishga harakat qilamiz. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlar uchun yangi zo'r ish chiqaryapman. Bu yerda dokumentlik ish ham, dokument ish ham bor. Videoni to oxirigacha ko'ringlar. Обязательно bir donadan like bosinglar va shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Kimgaki ish kerak, kommentariyaga ish deb yozib qo'ying. Moskovskiy oblast город Domodedovoga водитель shtabilyorlar kerak. 6200 rubldan smenasi, yotoq joy registratsiya obet forma beradi ishxona tomonidan. Bir oyda 2 marta oylik beradi va har hafta avansi bor. Kimgaki водитель shtabilyor ish kerak bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Srochniy polniy paket dokument bilan ishga qabul qiladi. Shtabilyorda ishlagan akalarimiz biladi. Videoni to oxirigacha ko'ringlar. Bez dokument ish ham bor. Qanaqa shtabilyorda ishlash kerak, nima ish bilish kerak, hozir videosini qo'yaman. Ikkinchi ishimiz Moskovskiy oblast город Sofrinaga sklad DNSga грузчикlar kerak. 3,5 rubldan smenasi, yotoq joy registratsiya qilib beradi. Bu yerda dokument, bez dokument absolyutno farqi yo'q, qabul qiladi. Agarki dokumentingiz bo'lsa, официальный ishga qabul qiladi, оформить qiladi. Bez dokumentdan bo'lsangiz ishlayverasiz. 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimizni taklif qilamiz. O'zbek, tojik, qirg'izdan yangi kelmoqchi bo'lsa, toj qabul qiladi. Bu yerda zadeshkasi yo'q, har 15 kunda oylik beradi. Hozirdan moment 4 ta odamga joy bor bu skladda, sklad DNSda. Hozir skladda videosini qo'yaman, водитель shtabilyordan va DNS skladda ham videosini qo'yaman. Nima ish qilish kerak ko'rishlaring mumkin. Like bosamiz, обязательно kommentariyaga o'tib ish yozib qo'yamiz.